Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Toshkentda Izza bozordamiz. Sizlarga optim bo'lgan, arzon bo'lgan MDFdan yasalgan eshik romlarni bir qator sizlarga Alloh qodir qilgancha bularni narxlarini, razmerlari qanaqa va dastavka xizmatlari bormi yo'qmi, hammasini bilib o'tamiz. Optim eshiklar bo'yicha Jahongir akadan ma'lumotlarni olib o'tamiz. Aka salomatmisiz? Xush kelibsiz. Rahmat aka. Jahongir aka necha xil turdagi eshiklar bilan ishlaysiz asosan? Turlari modellari 100 xildan oshuv. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, klient xohlagan modelini yasab beramiz. Razmerlari balandligi 3 metrgacha bo'lgan eshiklarni yasab beramiz. Tushunarli. O'zlaringiz ishlab chiqaruvchisizlar, tushunarli? Nisbatan arzonroq shunaqami bozorlarga ko'ra. Hozir aka qaysidan boshlaymiz endi? Hozirda asosan ham byudjetniy bo'layotgan mana bu high-tech eshigimiz bor. Shu oldi taraf nalichkasi, 3 ta petlasi zamoka bilan 750 ming so'm qilib beryapmiz. Shu turishi 750 ming tushadi. Ha. Bu MDF dan yasalganmi shunda aka? MDF laminat. Laminat, a? Qo'yil. Bitta bu zamoklari uncha-munchaga sinib ketadigan narsalar. Yo'q, mexanический zamoklar beramiz. Ustanovchilar ham bor, yaxshi ustanovchilar. O'rnatib berishadi. Xudo xolisa muammo bo'lmaydi. Qo'yil. 750 ming ichiga nalichkalar ham kiradi, shunaqami aka? Nalichkasi, 3 ta petlasi, zamoki, polotno bilan kesakisi. 750 ming. Kommentariyada yozib keting, shu eshigimiz komplekti bilan 750 ming arziydi. Arziydimi? Ko'p joyda Jahongir aka ko'rganman, bularni 900 mingdan kamiga sotayotgan yo'qda ko'chada. Bu ishlarning har xili bor. Bundan arzonroq ham topishligi mumkin, lekin sifati pastroq bo'ladi. Hozirgi kunda ko'pchilik ham byudjetniy bo'lgani uchun shu ishlardan ham olishyapti. Qo'yil. Qora variantlari. Keyin aka bularga kafolat beriladimi aka? Osil qolmasligi, ranglariga beriladi. Buni 5 xil rangimiz bor. Tushunarli. Bu variantlar aka klassik variantlarimiz. Klassik variantlarimiz zakazga chiqyapti. Razmerlarini Hozir razmeri necha aka buni? Hozir bu eshigimiz 205 ga 85 o'zini toza razmeri. Oppoq variant. 210 ga 90 joyga tushadi. Tushunarli. Buni necha pul chiqadi aka komplekt bilan? Bu komplekt koronalari bilan 2 million qilib beramiz. 2 million so'm. Qo'yil. Yana qanaqa variantlarimiz bor aka bizda? Bizda hozirgi kunda tilla ishligiga, remontligi tillali ko'p ishlatilayotgani uchun bu variantimizdan bor. Endi sifati oshgan sayin narxi ham oshib ketaveradi, shunaqami aka? To'g'ri. Bularga qanaqa mexanizmni o'rnatgansiz? Bu eshigimiz 8 tali MDF dan qilingan. Razmerlar qanaqa? Kraskalari turetskiy, gench sepilgan. Nalichkalari teleskopический. Kirgizib oldi orqa taraflari bilan. Tushunarli. Ustalarga ham oson bo'lishi uchun shunaqami? Ustalarga ham oson bo'lishi uchun bir xil holatlarda 10 santimetrli devorlar chiqib qoladi. Orqa tarafiga dabor qo'yib o'tirmasdan ikki tarafdan nalichka bilan yopib olsa bo'ladi. Tushunarli. Bularga ham o'ziga moslab nima ruchkalarni qo'yib bergansiz. To'g'ri. Qo'y, bular ham MDF dan yasalgan. Endi bu ham high-tech deladimi shunda hozir? Yo'q, bu high-tech model emas, bu taroli klassik variantga kiradi. Klassik variantimiz. Neoklassika. Neoklassika. Narxi necha bo'lar aka shu turishi? Bu 1 million 700 ming so'm chiqyapti. 1 million 700 ming so'm. Hozir aytilayotgan narxlardan uncha-muncha o'tib berasizmi aka biz obunachilarimizga xudo xolasa? Xudo xolasa, siz obunachilaringizga kelishtirib qilib beramiz aytilayotgan narxdan. 5 tadan ziyod ishni oladigan mijozlarga dastavkasini shahar ichida tekin qilib beramiz. Hozirgi joylashuvimiz qayerda o'zi aka? Toshkent shahri? Toshkent shahri, Izza bozori, Izza building. Podvol 014-do'kondan. Ja tushunmasa, lokatsiyani tashlab berasiz Telegramda. Lokatsiya tashlab beramiz. Jahongir akamizni telefon raqamlarini qoldiramiz. Xohlasangiz dona oling, xohlasangiz agarda siz 5 ta shu xohlasangiz 750 minglik eshikdan, xohlasangiz 1 million 700 minglik eshikdan olsangiz, dastavkasi bepul, shunaqami? Toshkent shahri bo'yicha. Atak viloyatlarga bo'lsa, petakkacha bepul. Petakkacha bepul. Qo'yil. Yana qanaqa variantlarni aytib o'tamiz aka? Uka, yana bizda bu variantdan ham bor. Seriya rangi. Rangini ahamiyati yo'q. Bu zakaznoy eshigimiz. Rangini mijozlar xohlagan rangda bo'yab beramiz. Demak, rangiga qarab narx o'zgarmaydi, shunaqami aka? Yo'q, rangiga qarab narx o'zgarmaydi. Bu to'liq MDF dan ishlatilgan, ishlangan eshigimiz. Tushunarli. Ishim bo'ladi, reka ishlatilmagan. Nimalar qilingan endi? Mana bu shakllari uncha-muncha zo'r ekan aka. Bu obkladka variant deyiladi. O'zi ishida obkladka variant, freza variant bo'ladi.
Bu obkladkali variant. Kraskalariga keladigan bo'lsa, astari sepilgan, kraskalari turetskiy kraskalar sepib, laklar sepilgan. Uncha suvdan qo'rqmaydi. Tushunarli. Issiq sovuqqa qanaqa endi bu aka? Suv sovug'ida ham hech qanaqa o'zgarish bermaydi. Hozir e'tibor berdim, boshqa eshiklarga qaraganda qalinroq aka. Nechilik nimada MDF? Buni qalinligi 4.9. O'zi standarti necha bo'ladi aka o'zi? Eshiklar 3.8, 4, 4.2, 4.5. Demak, hozir 1 sm qalin eshik demak. To'g'ri. Shunga yarasha baquvvat, puliga arziydigan. Keyin aka, bu nalichkalarni ham o'zgartirib bera olasizmi? Xonadon egasiga tabiga qarab? Tabiga qarab, nalichkasi, koronasi ularni ham o'zgartirib beraveramiz. Hozir shu turishi xonadon egasiga necha pulga tushadi? Shu turishi 3,5 millionga tushadi. 3,5 million so'm. Rangidan farqi yo'q. Qo'yil. Kommentariyada yozib keting. Xohlagan koronasidan qilib berishadi. Nalichkalarni ham qanaqa? Hozir necha qalinlikda bu aka? Bu 10 santimetrlik nalichka deyiladi, tiyagi nalichka. Tiyagi nalichkasidan qilib berilgan shu eshigimiz 3,5 million so'mga arziydimi? Kommentariyga yozib keting. Jahongir aka, hozirgi kunda eshik tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak aka? Eshik tanlashda birinchi navbatda eshikni mustahkamligi, kraskasiga e'tibor berish kerak. Tushunarli. Endi ko'pchilik kraskasi zo'r deyapti-da, misol uchun 1 yil o'tar o'tmas issiqqa ko'chib qolyapti kraskalari. Kraskalarning ham turi har xil bo'lganda sifatiga qarab shunaqa bo'lyapti. Eshik arzonroq bir xil mijozda kelishadi, arzonroq eshik ber deb kelishadi. Arzonroq eshik o'sha kraskasi arzonroq sepilgan bo'ladi. MDF yupqaroq bo'ladi. Tushunarli. Ichida karkazi sal nozukroq bo'ladi. Bu eshigimizda bor, bu Rossiyadan keltirilgan PVX paketiya bilan buni oynaligi va gluxoy varianti ham bor. Bu necha santimetrlik unaqadan tayyorlangan aka? Buni qalinligi 4.2. 4.2. Zo'r. Boshqa eshiklardan ko'ra boshqacharoq qanaqadir aka? Rossiyadan kelganligi uchunmi yoki bularga nima uchun pasport beriladi aka eshiklarga? Hech eshitmagan ekanman. Bu pasportda shu Rossiyada qanaqa mahsulotdan ishlanganligi to'g'risida. Demak, bu eshiklarga javob beradi va javob berasiz ham, shunaqami? Misol uchun hozir bunga qanchadir garantiya berayotgandirsiz yoki oynasini sinib ketmasligiga yoki issiq qanchadir garantiya berasiz, o'sha narsani pasport bilan tasdiqlab qo'yadi, shunaqami aka? To'g'ri. Zo'r. Hozir aka, narxi necha pul chiqyapti shuni? Buni narxi hozirgi kunda 1 million 700 ming so'm zamok petlalari bilan qilib beryapmiz. Hozir endi yangi olib kelingan uchun hali o'rnatilmagan. To'g'ri. Akamizni showroomidamiz. Xohlagan turdagi aytib o'tganlaridek 100 dan ortiq eshiklarni topishlaringiz mumkin. To'lov turlarini farqi yo'q. Xohlasangiz naqd pulga ishlaydilar, xohlasangiz klikka ishlaydi. Agarda bu videoni chet eldagi aka-ukalarimiz ko'rib turishgan bo'lsa, akalarimizni WhatsApp, Telegram raqamlari bor. Bemalol shablonlarni tashlab berasiz. Shunaqami aka? To'g'ri. Tushunarli. Mana keyin Shotlanka deb nomlanadi eshigimizni. Tushunarli. Bu asosan mehmonxonalarga, oshxonalarga qo'yilgani chiroyli chiqadi ham Xato ketadigan variantlar, shunaqami? to'g'ri. Endi bu oynalarni ham zakazga qilib berasizmi shundan Bu keyin? oynalar ham zakazga yasaladi. Xohlasa yarmidan oyna qilsin, xohlasa mana shu seyli oyna qilib beraverasiz. Shunaqami aka? To'g'ri. Buyurtma asosida. Zo'r. Aytib o'tganimizdek, akalarimizda har xil ranglari bor. Ranglariga qarab narxlar o'zgarmaydi. Mana bu variant o'ta go'zal ekan. Aka, bu necha pul chiqadi? Jahongir aka? 1 million 300 ming so'm chiqyapti. Qo'yil, 1 million 300 ming so'mga arziydimi, yo'qmi? Aytib o'tinglar-chi kommentariyaga. Bu ham MDF, ha? MDF. Zo'r. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, uyingizga siz qanaqadir eshik o'rnatmoqchi bo'lsangiz, razmerlarini kommentariyaga yozsangiz, Jahongir aka bemalol narxi necha pulga sizga tushishini yozib o'tadi. Shunaqami aka? Jahongir akamizning telefon raqamlarini qoldirdik. Salomat bo'ling aka. Rahmat.